Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. Bu haftalık İstiklal Haberleri programımıza kelganlarni kızgın qarshi olamiz. Ben Abdullah Yalqun. Qanıgan yarımız Şarkı Türkistan keçiliki ötküzüldü. Akhisar Anadolu Yaşlar Üniversitesi uyuşması Qanıgan yarımız Şarkı Türkistan namıda keçilik ötküzdü. Bu programma keng xalq amması tarafidan qizg'in ahamiyat berishga erishdi. Akhisar Anadolu Yaşlar Üniversitesi uyuşması tarafından o'rinlashtirilgan Qanıgan yarımız Şarkı Türkistan programması Akhisar shaharlik yig'in zalida o'tkazildi. Bu programma keng xalq amması tarafından qizg'in ahamiyat berishga erishdi. Üniversitet uyuşmasının bayonotchisi Koray Yayla so'z qilib, keng qatnashuvchilarga bu universitetning yoshlar uyushmasining qurilishi, uning g'oyasi va shaxsiyatlari haqida to'xtalib, ularning hozirgi va tarixiy vazifalarini ado qilishda o'tashga tegishli burchlarini eslatib o'tdi. U so'zining davomida yana mundaq dedi: "Qadrli mehmonlar, biz sizlarga ijtimoiy, madaniyat, siyosiy va iqtisodiy jihatlardan kishilarni suyundiradigan xabarlarni berishni xohlaydik. Biroq to'rt atrofimizni o't dengizi qorishib oldi. Men sizlarga Qanıgan yarımız Şarkı Türkistan haqida to'xtalmoqchiman. Şarkı Türkistan deganimizda Qashqarlik Mahmud Qashqari esimizga keladi. Ajdodlarimizning ruhiga islomning nurlari tarqagan zaminlar esimizga keladi. Qutadg'ubilik Turkitilla divani Atabatul Haqoiq yozilgan zaminlar esimizga keladi. Sharq Turkiston deganimizda Uyg'urdek bulayli degan jumladan kelgan Uygar, ya'ni madaniyatlik so'zi aqlimizga keladi. Xuddi madaniyat kalimasining Madinadan elinganiga o'xshash. Afsuski hozir Turkmaniston, Falastin, Kashmir, Suriya, Misr, G'azza, Arakan, Patani, Jazoir, Somali, Qrim, Uyg'ur ismlarini anglagan hamon aqlimizga mazlumlik, mahrumlik, zulm va o'lim keladigan bo'ldi. Afsuski buningdan bir qancha kun burun dunyoda inson haqlari ta'limoti qabul qilingan xotira kuni tabriklanayotganda Falastinlik ministr Ziyod Abu Ayinni uning Zaytun ko'chati tikish faoliyatini terrorlik faoliyat deb qaragan qotil siyonistlar shahid qildi. Turkmanistonda 10 ga yaqin musulmon yo'lning o'ttirida o'ldirildi. Yana 2 kun burun O'zbekistondagi zulmdan davlatimizga panoh tilab kelgan va Zaytun burnida islomiy darslar bergan Abdullah Buxoriy xo'ja qurolliq hujum bilan shahid qilindi. Men bu yerdan zikrlarimizga, aqllarimizga, yuraklarimizga shunday xitob qilaman. Islom dunyosiga g'arbdanmi, Amerikadanmi va yoki ularning bizga tangan hukmronlik siyosatlaridan qilchilik foyda kelmaydi. Biz buni Afg'onistonda ko'rdik, Jazoirda, Bosnada ko'rdik, Turkmanistonda, Misrda, Suriyada, Falastinda ko'ryapmiz. Ikkinchi dunyo urushidan keyin 1945-yillardagi biz dunyoni bo'lishib olish yig'ini deb ataydigan birinchi Yalta yig'inidan keyin qurilgan, biroq o'z manfaatlari uchun xizmat qilgan ko'rinishda do'ridak amaliyotda ichi zahar bo'lgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, NATO, Dunyo bankisi qatorli qurilishlarning hech biri dunyoning tinchligi uchun foyda bermaydi. Ahvol shunday ekan, dinimiz bir, tilimiz bir, ham irqimizmi bir ekan, bu birliklarni islomning xuruji bilan mustahkamlashga tirishishimiz lozim. Ishchi bo'sh bo'lgan quruq safsati nutqlari bilan emas, balki islom birligi engi bilan birga bo'lishga tirishishimiz lozim. Bizning vaqtimiz oz, qiladigan ishlarimiz intayin ko'pdir. Isrof qilg'idek vaqtimiz yo'q. Hushimizni tepib olmasak bo'lmaydi. Shuni takror ta'kidlaymanki, sukut qilishlar zolimlarning, zo'migarlarning jasoratini oshiradi. Biz sukut qilsak, bir-birlab navbat bizga keladi. Buning uchun o'ylanishimiz, qarorimizni berishimiz lozimdir. Men bugungi bu programmamizning yuraklarning pardalarini yirtib tashlaydigan, aqllarimizning eshiklarini ochadigan programma bo'lishi umididaman. Biz faqat iymon etdik deb qo'yganimiz bilan jannatga kira olmaymiz. Hayotning iymon etish va bu yo'lda nafsimizga ig'ri kelganlar bilan jihad hayoti yashashdan boshqa narsa emasligini xotirlashimizni umid qilaman. Qanıgan yarımız Şarkı Türkistan namida uyushtirilgan bu programmaga Şarkı Türkistan Ma'rifa hamkorlik jamiyatining bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon apandi qatnashdi va barliq yig'in ahliga Şarkı Türkistanliklarning salomini yo'llagandan keyin Şarkı Türkistan da'vosi haqida so'z qildi. Programma oxirlashganda yig'inga qatnashgan nurg'un kishilar Abdulahad apandi bilan ahvollashdi va xotir rasmga tushdi. Cerrahpaşa Tibbi Fakültetida Şarkı Türkistan haqida muzokara yig'ini o'tkazildi. İstanbul'daki Cerrahpaşa Tibbi Fakülteti İctimai Mesuliyetler Klubi Şarkı Türkistan haqida muzokara majlisi o'rinlashtirdi.
İstanbul'daki Cerrahpaşa Tibbi Fakülteti İctimai Mesuliyetler Kulübü 10 dekabr günü tushdan Sharq Turkiston haqida muzokara majlisi o'rinlashtirib, o'zlarini kuchli deb qaraydigan zo'ravon kuchlarga nisbatan faqatli ularga o'xshamaganligi, ulardan ko'rinish, irq, rang, til, madaniyat va aqida e'tiqod jihatdan o'xshash bo'lmaganligi uchun ba'zi insonlarning zulmga duchor bo'layotganligini, zulmga uchraganlar qatoridan bo'lgan Sharq Turkiston xalqimi nurg'un yillardan beri uzluksiz zulmga uchrab kelayotganligi, buning uchun o'zlarining mazlumlarning yenda ekanligini isbotlash uchun biz Sharq Turkistonlik mazlum qarindoshlarimizning yenida degan temada mazkur muzokara yig'inini o'rinlashtirdi. Bu faoliyatga taklif bilan qatnashgan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatulla O'g'izxon Sharq Turkistonning o'tmishidan hozirgacha bo'lgan umumiy ahvolni xulosalab bayon qildi. U so'zida Sharq Turkiston davosining Turk islom dunyosining o'rtaq davosi ekanligi, Sharq Turkistonning bir Falastinga o'xshaydiganligini, Xitoy tajovuzchilarining bo'lsa dal Isroiliya ishg'oliyatchilariga o'xshaydigan, hatto ulardanmi battar vahshiy tajovuzchilar ekanligi, Sharq Turkistonning hargizmi Xitoy doiralarining bizga majburiy tangan Xinjiang, ya'ni keyin qo'shib olingan chegara rayon emas, balki mustaqil bir davlat ekanligi, uning hargizmi Xitoy davlatining bir parchasi emas, balki ishg'oliyat ostida qolgan bir turk zamini ekanligi. Turkiya hukumatı buning uchun o'zlarining Sharq Turkiston tarafida turadiganligini aniq holda ifoda qilishi kerakligi haqida to'xtaldi. Tinchimigan Sharq Turkiston. 15 dekabr Sharq Turkistonning markazi Urumchida 3 Xitoyga pichoq bilan hujum qilish voqeasi yuz berdi. 2014 yili 12 oyning 15 kuni Urumchida bir Uyg'ur yosh 3 nafar oqqun Xitoyni chanab yerlandirgan. Xitoy soqchilar naq maydonga yetib kelib, Uyg'ur yoshni tutqun qilgan. Xitoy doiralari tutilgan bu yoshning salohiyatini oshkorlamadi. BBC'ning CCTV'dan naql qilib bildirishicha, voqea Urumchi vaqti kech soat 19 dan 50 minut o'tganda avtobus bekatiga yaqin atrofda yuz bergan. Bu voqeadan keyin Urumchidagi oqqun Xitoy ko'chmanlar orasida vahima paydo bo'lgan. Xabarlarga qaraganda bu voqea avtobus bekatiga yaqin atrofda yuz bergan. Doirlar voqeaning kelib chiqish sababi to'g'risida hech qanday ma'lumot bermadi. Ammo shunisi aniqki, Xitoyning besim va zulmlari chekidan eshib, Uyg'ur xalqining haq-huquqlarini dafsanda qilib, ikkinchi sinf fuqaro deb muomala qilishi, chatki qiqishi, nohaqchilik qilishdan iborat jinoiy qilmishlar amaldorlar tarafidan avij elib ketganligi uchun nohaqchilikka chiday olmay sabr qochisi tashqan vijdonliq yoshlar mana shunday yo'llarni tanlashga majbur bo'lmoqda. Gerçi Xitoy bu xil voqealarni terrorlik deb Uyg'urlarni ayblab kelayotgan bo'lsa-mu, bu xil voqealarning kelib chiqishiga Xitoy doiralari o'zlari javobgar bo'ladi. Chunki Xitoy Uyg'urlarning yashash haqqini bermay, moddiy mol-mulklarini zo'ravonlarga tortib olganligi oz kelib, amdi diniy e'tiqodiga to'sqinlik qilib, ruhiy dunyosiga hujum qilyotdi. Yaqinqi 2 yilda Sharq Turkistonning yerlik xalqi bo'lgan Uyg'urlar bilan Xitoy soqchilari yoki Xitoy kuchlari orasida yuz bergan har xil to'qinishlarda yuzlarcha odam hayotidan ayrildi. Xitoy doiralari har doim Sharq Turkistondagi islomiy guruhlarni bu xil voqealarning javobkori deb ayblab kelmoqda. Yana bir tarafdan o'xshash kun ichida Urumchida bu voqea yuz bergan bo'lsa, Turpan Pichan nahiyasida mikroblogda terrorlik hujumi yuz berdi deb xabar tarqatgan bir kishining qo'lga ilinganligi bildirildi. Xinhua agentligining bu vaqtdagi xabarga asoslanganda Turpan viloyatlik JX idorasi bilan Urumchi shaharlik JX idorasi birlashib, mikroblogda Pichan nahiyasida terrorchilik voqeasi yuz berdi deb xabar tarqatgan bir kishini ig'vo tarqatdi deb qo'lga olgan. Ismi SHXX deb bildirilgan xabarda bu kishining tafsili kimligi va xabar tarqatishdagi maqsadi haqida hech qanday ma'lumot berilmadi. Xitoy Uyg'urlarni bahona qilib Turkiyani ayblamoqda. Xitoy doiralarining kontrolligidagi bir qancha gazet 300 atrofidagi Uyg'urning Turkiya orqali O'rta Sharqqa berib, Iroq Sham islom davlati bilan birlikda urush qilayotganligini xabar qildi. Gazeti taxminan 300 ga yaqin Uyg'urning Iroq Sham islom davlati tashkilotiga qatnashib jang qilayotganligini bildirdi va buning oz ko'riladigan ahvol bo'lsa-mu, Xitoyning xavfsizligiga tahdid soldiganligini qayd qildi. Xitoy doiralari buningdan burunmi bir qancha qitim Iroq Sham islom davlatining O'rta Sharqdagi bosh ko'tarishining Sharq Turkistonga ta'sir ko'rsatishidan andish qilayotganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo Amerikaning Iroq Sham islom davlatiga zarb berish harakatiga qatnashadiganligi to'g'risida hech qanday ifoda bildirmagan edi. Xitoy yer shari vaqti gazeti, Xalq gazeti va boshqa Xitoy Kommunist partiyasining organ gazetlari o'xshamagan taratqularda xabar qilingan manbalarga asoslanib turib,
Sharq Turkiston islomiy harakatining Turkiya orqali Iroq Sham islom davlatiga qaytilayotganligini ilgari surdi. Xitoy yer shari vaqti gazeti farqli manbalarga asosan Shimoliy Iroq rayoni Suriya va Livanda taxminan 300 ga yaqin Xitoy fuqarosining Iroq Sham islom davlatiga qaytilib urush qilayotganligini bildirdi. Xitoy doiralari Sharq Turkiston islomiy harakatining Sharq Turkistonda har xil hujum qilish voqealarini paydo qilayotganligini aybladi. Biroq zodi qanchalik Uyg'urning O'rta Sharqda urushga qatnashayotganligi to'g'risidagi ko'z qarashi mujmal. Xitoyning O'rta Sharq ishlariga mas'ul amaldori Wu Sike taratqulardagi xabarlarni naql ko'rsatib, taxminan 100 dak Xitoy fuqarosining bo'libmi Sharq Turkiston islomiy harakatining O'rta Sharqda urush qilayotganligini yoki harbiy ta'lim olayotganligini bildirgan edi. Xitoy doiralari Sharq Turkiston islomiy harakati a'zolarining Afg'oniston, Pokiston chegarasidagi hukumat ta'siri ojiz bo'lgan rayonlarda to'planib, Xinjiangni Xitoydan ayirib chiqish uchun harakat qilayotganligini ilgari surib kelmoqda. Dunyodagi xalqaro kishilik huquq tashkilotlari Xitoyning Uyg'urlarni iqtisodiy jihatdan orqada qoldirish va madaniyat, din jihatdagi yuqori besimli siyosatlarining Sharq Turkistondagi bir qancha yuz odamning o'lishini keltirib chiqargan qarishliq harakatlarining yuz berishidagi asosli sabablar ekanligini ko'rsatdi deyishmoqda. Xitoy doiralari yana Turkiya hukumatining Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlariga qochib kelgan Uyg'ur musofirlarga keng quchoq ochganligini tanqid qilib, bu xil kanal echishning xatarlik vaziyat paydo qilganligini ilgari surmoqda. Xitoy Qozog'iston bilan 14 milliard dollarlik kelishim tuzdi. Xitoy bosh ministri Li Keqiang Qozog'iston poytaxti Ostonada Qozog'iston bosh ministri Karim Masumov bilan ko'plagan iqtisodiy kelishimlarga imzo qo'ydi. Xitoy bosh ministri Li Keqiang bilan Qozog'iston bosh ministri Karim Masumov 14-noyabr birmuncha kelishimlarni imzoladi. Ikki davlat orasida tuzilgan kelishimlar 14 milliard dollarga yetdi. Mazkur kelishimlar Qozog'iston poytaxti Ostonada o'tkazilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti hukumat boshliqlari kengashi yig'inidan burun imzolandi. Xitoy bosh ministri Li Keqiang bilan Karim Masumov muxbirlarni kutib olish yig'inida e'lon qilgan bayonotlarda neft bahosining tuvallishiga qarshi o'rtaq mikro iqtisod siyosatlarini yurgizganliklarini bildirdi. Imzolangan kelishimlarning orasida Qozog'istonning Qo'rg'os rayonida ichki port va alohida iqtisodiy rayon qurish, o'zaro maslahat berish mexanizmlari, yadro hamkorligi, Qozog'istondagi kali qatlamlarini kengaytirish qatorliq turlar o'rin oldi ekan. Ikki davlatning yaqinqi 20 yilda kunsiri eshiyotgan o'zaro savdosida 2013-yillik savdo umumiy hajmi 25 milliard dollardan oshgan bo'lib, 2015-yili bu raqamning 40 milliard dollarga yetadiganligi taxmin qilinmoqda. Erdo'g'an G'arbga norozilik bildirdi. Turkiya Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an G'arb davlatlarining Turkiyaning davlatga xoinlik qilgan tashkilotlarni tozalash harakatiga aralashganligiga qattiq pozitsiya bildirib, "Sen o'zingning ishini qil. Turkiya sen xohlagancha harakat qila oladigan davlat emas" dedi. Turkiya Cumhuriyeti Prezidenti Erdo'g'an Yevropa ittifoqining oldi bilan o'z ichida borgan siri avj elib ketayotgan islom dushmanligi va irqchilikning hisobini berishi lozimligini aytdi. Konya İstanbul tez suratlik poyezd xizmatini ishga kirishtirish marosimida so'z qilgan Erdo'g'anning kun tartibida Turkiyaga xoinlik qilgan parallel qurilma, ya'ni davlat ichidagi qonunsiz tashkilotga qarshi elib berilayotgan tekshirishlar bor edi. Erdo'g'an davlatni xalqaro kuchlarning gumashtisi bo'lgan xiyonat unsurlari va parallel davlat qurilmalariga tashlab berolmaymiz dedi. Erdo'g'an Pensilvaniyada yashayotgan Fathullah Gulenni Turkiyaga qaytishga chaqirdi. G'arb ellariga qattiq norozilik bildirgan Erdo'g'an, sizlar oldi bilan Yevropa ittifoqi ichidagi borgansir avj elib ketayotgan irqchilik va islom dushmanligining hisobini, nurg'unlagan gazetlarni nemishqa taqib etganliklarning hisobini beringlar. Sabanjiga kelib, o'zinglarning bosh markazinglarda o'ltirilgan terrorchini qancha qitim qo'lga oldinglar. Bir eshikdan so'lab, yana bir eshikdan chiqarib. Turkiya sizlar xohlagancha harakat qila oladigan davlat emas dedi. 17 dekabrning Yevropa ittifoqi Turkiya bilan muzokaralarni boshlash qarori olgan xotir kuni ekanligini eskartgan Erdo'g'an bosqichning navbatdagi taraqqiyotini tanqid qildi. Erdo'g'an, biz Yevropa ittifoqining o'yinchiqi emasmiz. Tarixda mangu o'chmas izlarni qoldirgan isil bir millatmiz. Shunga Yevropa ittifoqi bizni a'zolikqa qabul qilsa, xursand bo'lamiz. Qabul qilmasa, yo'limizni davomlashtiraveramiz dedi. Yevropa ittifoqi Hamasni terrorlik tashkilotlari tizimligidan chiqarib etdi.
Yevropa Adalet Sarayı Palestin İslami Qarşılıq Göstəriş Hareketi Hamas'ni terörlük teşkilatları tizimligidan chiqarib etdi. Merkezi binası Luxemburg'ga joylashgan Yevropa Adalet Sarayı qaror chiqarib, Hamasning terörlük teşkilatları tizimligiga elinish sabablarining tekshirilgan va isbotlangan haqiqiy harakatlarning o'rniga matbuot va internetda o'rin olgan da'volarni chiqish qilganligi uchun bu hukmning qonunga zid ekanligini eskartdi. Adalet Sarayı Yevropa İttifaqıning Hamasning ismi terörlük teşkilatları tizimligida bo'lganligi uchun Yevropa İttifaqı tavalligidagi mol-mulklarni to'ng'iltishdek jazolarning 3 oydan keyin bekor qilinishiga hukm qildi. Yevropa İttifaqı a'zo davlatlarining Hamasning terörlük teşkilatları tizimligidan chiqarib etilishiga munosabatli hukmga e'tiroz bildirib, yuqori sudga ariz sunish huquqi bor. Bundaq bo'lganda 3 oylik muddat sudning qarori chiqquncha uzraydi. Yevropa İttifaqıga a'zo ellarning 3 oylik bu muddat ichida yangi sabablarni o'ttirg'a qo'yib, Hamasni qaytadan terörlük teşkilatları tizimligiga kirgizishtirimi ehtimoldan yiroq emas. Xitoyning Sharq Turkistondagi yadro siniqi xalqaro jamiyatning diqqatini tortdi. Xitoyning Sharq Turkistonning Lopnur rayonidagi yadro siniqi bazasi yana bir qatim xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'adi. İctimai taratqulardan Facebook va Twitterda e'lon qilingan uchurlarga qaraganda Xitoyning Lopnur rayonidagi yadro siniqi bazasi yana bir qatim xalqaro jamiyatning diqqat e'tiborini qo'zg'agan. Angliyada yashayotgan Anvar To'xta apandining bildirishicha, Avstriya Tashqi ishlar ministrligi 12-oyning 8 va 9 kunlari yadro qurollari siniqining insoniyatga keltirgan ziyonlari va insonparvarlik qimmat qarashiga ko'rsatgan salbiy ta'sirlari haqida 3-qatimliq xalqaro yig'in chaqirgan. Yig'inga 160 tak davlatdan taklif qilingan siyosiyonlar, muhit mutaxassislari va kishilik huquq faoliyatchilari qatnashgan va maxsus temalar bo'yicha doklad bergan. Yig'in butun yer shariga yadro tartiblarining yangi ulgusi va amaliy masalalar haqida xitobnoma e'lon qilgan. Yig'inda har qaysi ellardan kelgan yig'in qatnashchilari Xitoyning Lopnur rayonida elib berayotgan yadro sinoqlari va uning insoniyat va muhitga elib kelgan yomon ta'sirlari haqida fikr almashtirgan. Bu yig'inga taklif bilan qatnashgan Anvar To'xta apandi yig'inda Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan atom bomba sinoqlari to'g'risida to'xtalgan. Anvar To'xtaning bildirishicha, Lopnurdagi yadro siniqi masalasi tunji qatim xalqaro oliy darajalik mutaxassislarning yadro qurollari siniqiga qarshi muhokama kun tartibiga qo'yilgan. Xitoy tajovuzchilari musulmonlarga bo'lgan besimni chekidan oshirmoqda. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda elib berayotgan diniy cheklamalarini oz ko'rib, amdilikda Xotanda Uyg'urlarning masjidga kirishi uchun masjidga kirish kanishkisi bejirishni yo'lga qo'ydi. Kommunist Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkistonda Uyg'urlar ustidan elib berayotgan zo'ravonlik, terrorlik qilmishlari, Uyg'urlarni dinsizlashtirish tashviqotlari davomida Uyg'ur musulmonlarining ibodat qilish uchun masjidga kirish ruxsat kanishkisini bejirishga, masjidga kirganda ruxsat kanishkisini birga elib kelishni yo'lga qo'ygan. Ijtimoiy uchur aloqa vositasi Facebook tarqalgan bir rasmdan ma'lum bo'lishicha, rasmda Sharq Turkistonning Xotan viloyati Hangiyat yezisi Oyoq Xoniqa Eriq kanitda diniy faoliyat so'rovlariga masjidlarga kirganda birga esib kiradigan masjidga kirish kanishkisining yo'lga qo'yilganligi ma'lum bo'lmoqda. Küçük olanlar çıktı valla, küçük olanlar. Bayağı çıktı lan. Hayır, ben yolda oturabilirim, can kesmeyeceğim. İyi otur. İstanbul'da bir Özbek alim suiqasdga uchrab shahid bo'ldi. 10 dekabr çarşamba günü Merkezi İstanbul'un Zeytinburnu rayoniga joylashgan İhsan İlim Xizmatları ve Hamkorlik Cemiyetining oldida Abdullah Buxari ismli bir diniy alim o'q bilan etib shahid qilindi. 2014-yili 10 dekabr çarşamba günü Merkezi İstanbul'un Zeytinburnu rayonida joylashgan İhsan İlim Xizmatları ve Hamkorlik Cemiyetining oldida Abdullah Buxari ismli bir diniy alim o'q bilan etib shahid qilindi. Merhum Abdullah Buxari bu yıl 38 yaşga kirgan bo'lib, O'zbek xo'ja deb tanilgan Abdullah Buxari ismli bu diniy alim İhsan İlim Xizmatları ve Hamkorlik Cemiyetida diniy tabliğ ve da'vat bilan shug'ullanib kelayotgan bo'lib, Karimov hokimiyatining O'zbekistonda islom diniga cheklama qo'yganligini ayblab nutq so'zlaganligi va musulmonlarga diniy erkinlik berishga chaqiriq qilganligi ilgari surildi. Merhumning janoza namozi İstanbuldagi Fatih jamisida qilindi.
va Ayyubdagi qabristonlikqa dafn qilindi. Jinoza namoziga minglagan kishi to'plangan bo'lib, jinozani ko'tarib mangan yoshlar, olimlar o'lmaydi, bu da'vo tugamaydi deb shuar to'ladi. Jinoza namozi o'qilgan maydonda cho'ng hajmda shahidimiz yo'limizning nuridir. Islom dushmani Karimov shahidlarning qinida bo'g'ilib o'ladi deb yozilgan cho'ng xatlar yozilgan viviska esildi. Xabarlarda bildirilishicha, marhum Abdullah Buxoriyning qotili Turkiyaga Ukraina saxta pasporti bilan kelgan bir chechan bo'lib, Istanbulning Başak shahrida yoshirinib yotgan uydan saqchilar tomonidan tutqun qilindi. Marhum Abdullah Buxoriyning 3 oy ilgari O'zbekiston istixboroti tomonidan tahdid qilinganligi o'ttirg'a chiqdi. Janobi Alloh marhumning gunohlarini mag'firat qilg'ay, yotgan yerini jannat qilg'ay, oilasiga, farzandlariga sabr ato qilg'ay. O'zbekiston hukumatining zulmidan qochib Shvetsiyaga kelib siyosiy panohlik talab qilib yashayotgan o'zbek olimi Obid Nazarboyev 2012 yili 2-23 kuni soat 12 dan 30 da qotil tomonidan o'q etish orqali o'q beshiga tegib og'ir yaralangan edi. Taylanddagi 300 muhojirni Turkiyaga keltirish uchun imzo to'plash faoliyati boshlandi. Türkiye'nin en çok ammevi teşkilatlarından biri bo'lgan Ülkü Ocakları Teşkilatı, Türkiye'nin 81 şehri ve her qaysi rayonlarda Xitay zulmüne karşı Şarkı Türkistan halkını kollaydıganlıqını ispatlab, Taylanddagi 300 muhacirini Türkiye'ye elip geliş için imza toplaş faaliyeti başlattı. Türkiye'nin en çok ammevi teşkilatlarından biri bo'lgan Ülkü Ocakları Teşkilatı, Türkiye'nin 81 şehri ve her qaysi rayonlarda şöbeleri bo'lgan çoğun teşkilat bulup, bu teşkilat yaqindan buyon Xitoy zulmiga qarshi Sharq Turkiston xalqini qo'llaydiganligini isbotlab, har xil yig'in, murosim va namoyish faoliyatlari elib beryapti. Amdilikda Ülkü Ocakları Teşkilatı Amasya sho'basi tarafidan Taylanddagi 300 muhojirni Turkiyaga keltirish uchun imzo to'plash faoliyati boshlandi. Imzo to'plash faoliyatini Amasya xalqi qo'llab destek berganligi bildirildi. Ülkü Ocaklarının Amasya shaharlik sho'ba tashkilotining raisi Veysel Saka apandi yerim asrdan ko'proq bir vaqtdan buyon Xitoy ishg'oli ostida qolgan Sharq Turkistonda Uyg'ur turklarga qarata zulm sistemalik bir shaklda davom qilyapti. Rayondagi qarindoshlarimiz qirg'inchilikqa uchirmoqda. Türk millatining izlarini, yodikorliklarini Sharq Turkiston zaminidan yo'q qilishga urinmoqda. Ishg'olchi Xitoy hokimiyati matbuot va internetga cheklama qo'yib, Sharq Turkistonda yuz berayotgan fojialarni dunyo jamoatidan yushirib kelmoqda dedi. Veysel Saka apandi so'zida yana Taylanddagi 300 muhojirni Turkiyaga keltirish uchun boshlatgan imzo to'plash faoliyati to'g'risida to'xtalib, 300 Uyg'ur turki Turkiyaga kelsin degan nom ostida to'plangan imzolarni munosabatlik o'rinlarga avatadiganligini ifodaladi. Veysel Saka apandi mundaq dedi: Türk millatining u qarindoshlariga ega chiqadiganligini, ularni qo'llaydiganligini, Türk millatining bu masaladagi ching turish maydonini yana bir qatim ko'rsatdi. Zulm va qiyin qistoq sababidan yurtlarini tark etib Taylandda panohlangan qarindoshlarimizning Xitoyga topshirilib o'ldirilishiga to'sqinlik qilish uchun Turkiyaga keltirilishi kerakligini to'g'ri deb qaraydigan butun vijdon egalarini bu imzo to'plash faoliyatimizni qo'llashga chaqiriq qilamiz. Egallanishicha, bu imzo to'plash faoliyati Turkiyaning 81 shahrida Ülkü Ocakları Teşkilatı'nın bütün sho'balari tomonidan elib berilgan va ba'zi shaharlarda boshiltilib bo'lgan. Biz Sharq Turkistonlik Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan Ülkü Ocakları'nın bu ahamiyatli faoliyatini qo'llaydiganligimizni ifodalaymiz va ularga Uyg'urlar nomidan rahmat aytamiz. Xizmat faoliyatlarida muvaffaqiyat qozonishiga tilakdoshlik bildiramiz. Qarindoshlarimizga duo qilamiz. Afgan ala Uyg'ur turklarining masalalarini yaqindan ko'z tutib kelayotganligini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti İçki İşler Ministeri Afgan ala Hükümet ve İçki İşler Ministerligi bo'lish sifatimiz bilan Uyg'ur turklarining ahvoliga yaqindan ko'ngil bo'layotganligini bildirdi. Türkiye 2015 yılı Xamchot qonun loyihasining muzokara yig'inida Türkiye parlamenti a'zolarining Sharq Turkistondagi vaziyatga aloqador va Taylanddagi musofirlar lagerida tutib turilayotgan Uyg'ur muhojirlarga aloqador savollarga javob bergan Ichki ishlar ministri Afgan Ala Hükümet ve İçki İşler Ministerligi bo'lish sifatimiz bilan Uyg'ur turklarining ahvoliga yaqindan ko'ngil bilishga tirishyapmiz va qonuniy jihatdan sezgurlikni yaxshi bilamiz dedi. İstanbul Yeni Asır Üniversitesi'de Şarkı Türkistan meselesi to'g'risida yig'in ochildi. 15 dekabr dushanba kuni İstanbulning Topkapı rayoniga joylashgan Yeni Asır Üniversitesi'de Şarkı Türkistan meselesi to'g'risida yig'in va rasm ko'rgazmasi ochildi.
15 dekabr İstanbulning Topkapi rayonida joylashgan 21 asr universiteti Türk Dünyası Tadqiqotlar klubi tarafidan uyushtirilgan yig'inda oldi bilan Istiqlol marshi o'qildi. Keyin Yangi asr tibbiy fakultetining mudiri professor doktor Damir Bodoq apandi echilish nutqi so'zildi. Yig'inda yana Sharq Turkiston vaqfining bosh kotibi doktor Ömer Qul, Sharq Turkiston madaniyat va hamkorlik jamiyatining Anqara sho'ba raisi Xayrullo apandigil apandilar so'z qilib, Sharq Turkistonning tarixi, jo'grafiyasi, ahamiyati, madaniyatini anglatgandan keyin Sharq Turkiston xalqining hozir duch kelayotgan qiyinchilik masalalarini anglatdi. 2 soat davom qilgan bu yig'inda yana Sharq Turkiston to'g'risida Yangi asr universiteti Türk Dünyası Tadqiqotlar klubi tomonidan tayyorlangan hujjatli film ko'rsatildi. Yig'inda yana Türk Dünyasının yulduz deb nom olgan Uyg'ur farzandi Mujohid Qashqarli o'zining jarangliq ovozi bilan Sharq Turkistondagi zulmni anglatgan ta'sirli she'r deklamasiya qilib, yig'in ahlini hayajonga soldi. Yig'in zali oldida Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining hamkorligi bilan rasm ko'rgazmasi ochilgan bo'lib, rasm ko'rgazmasiga Uyg'urlarning madaniyatini aks ettiradigan kiyim-kechaklar, do'ppi qatorliq milliy mahsulotlar qo'yildi va Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan zulm va besimlari aks ettirilgan rasmlar qo'yildi. Yig'in oxirida Yangi asr universiteti Türk Dünyası Tadqiqotlar klubining raisi Rajab Ali Sari apandi so'z qilib, Sharq Turkiston masalasini kun tartibga keltirish, xalq ommasiga anglatish, shundaqla yangidan kelayotgan Uyg'ur muhojirlarga ega chiqish to'g'risida qo'lidan keladigan imkonlarni ishga solish kerakligini ta'kidladi. Shundaqla yangidan kelayotgan Uyg'ur muhojirlarga ega chiqish to'g'risida qo'lidan keladigan imkonlarni ishga solish kerakligini ta'kidladi. Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Kelər qadimki proqramımızı görüşkücə sizlərinin Cənab-ı Allah'a tapşırırıq. Assalamu alaykum və rahmetullah.